Dayyus Allohni eng iflos maxluqi deydi. Uni aytamiz, o'sha dayyus kim desa, mana ahli oilasini, boshqani harom xarishdan qizg'inmaydigan odam. Jannat unga harom deyilgan. Chunki u uyda o'zi shunaqa qilgani yetmagandek, qizini, xotinini, opasini, singlisini boshqalar qarab unga, boshqalar ham u bilan shunaqa ish qilishligiga ham rozi bo'lyapti-da u. Zulm, tajovuzni boshqaga halollab berayotgan odamlar ham xuddi shunday. Qilaver degandek qilib halollab bersa, bu ham eng iflos odamlar deyiladi. Boshqalarda shunga ziynatlaydiganlar, boshqalarga ya'ni. Bularda bunga undagan narsa nima? Rashk kamligi. Rashk deganda biz tortishmaylik. Faqat hali er-xotin o'rtasidagi rashk emas, dinga rashk emas. Aytyapmiz mana salomlar hozirgi kunda Allohning hukmlari poymol bo'lishligi eng oxirgi darajada ular. Shunga shunchami deylar? Rashki yo'q dinga. Yuragida o'ti yo'q. Mana Rasululloh so'kilinsa rashk qilmaydi. Onalar so'kilinsa rashk qilmaydi. Mana bu seni, demak, senga dalilki, dinning asosi rashk. Yurakda odam o't bo'lishi, ya'ni rashk degani. Kimda agar rashki bo'lmasa yuragida, ya'ni o'ti bo'lmasa, dini yo'q u odam. Rashk chunki qalbni qizitadi va keyin unga javorihlar qiziydi. Ya'ni o't kiradi-da odamning qalbiga o't kirgandan keyin a'zolariga ham o't kiradi. Keyin yomonlik, fahshlarni daf qiladi o'zidan odam, ya'ni